O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qiluvchi organlar qo'l jangi federatsiyasi Namangan viloyati bo'limi Lochin sport klubi binosi ochilishiga bag'ishlangan tantanali marosimga xush kelibsizlar. Ishonaman, mana shu safda turgan yosh sportchilarimiz kelajakda Olimpiya chempionlari, jahon chempionlari, Osiyo chempionlari bo'lib, bizni u yangi O'zbekistonimizda davlatimizni, bayrog'imizni eng yuqori ko'tarishadi. Shu qo'ljangiga chiqqan qarorlar chekka-chekka qishloqlarga yetib kelib, mana shunda zamonaviy zalda bolalarimiz shug'ullanyapti. Bugun biz uchun bayram, bugun bizga yangi sport zal ochildi. Biz bundan judayam xursandmiz. Chekka Karkidon qishlog'ida farzandlarimiz uchun bir namuna sifatida sport majmuasi qurilgan ekan, biz bundan minnatdormiz. Prezidentimizga rahmat. Men hozirgi kunda 10 karra O'zbekiston chempioni, Osiyo chempioni, 3 karra jahon chempioni, xalqaro tayyorli sport ustasiman. Kelajakda Milliy gvardiya saflarida xizmat qilib, vatanim bayrog'ini jahon arenalarida yuksaklarga ko'tarib, O'zbekistonimizni butun dunyoga tanitishni oldimga maqsad. Kelajakdagi maqsadim Osiyo jahon chempioni bo'lib, yurtimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarishga va'da beraman. Orzuyim chempion bo'lib, Milliy gvardiya safida xizmat qilib, yurtimizga munosib farzand bo'lmoqchiman. O'zbekiston Respublikasiga, Prezidentimizga, xalqimga sadoqat qilishni xizmat qilaman.